Bugün 26 dekabr 2025-yil Juma kuni. Juma muborak barchamizga aziz do'stlar. Mana bugun 14-kunim o'yinni to'xtatganimga, o'yindan chiqish mumkin, o'yinni to'xtatish mumkin. Avvalambor buning ustida biz o'zimiz qattiq harakat etishimiz kerak. Fikrlarimizni ong ostimizdagi illyuziyalardan yo'qotishimiz kerak bo'ldi. O'ynadik, yutqizdik. Shu yutqizgan pullarni chiqarib olaman, kart deb kartlarni o'ylayvermang, siqilgan bilan shu muammolarni biz yechib bilmaymiz. Buning uchun harakat etishimiz kerak. Bunda mana şu İxtiyor Do'stmetovni qadam-ba-qadam kitobi juda katta yordam berdi. Bu yerda men bu kitobdan 4 ta jabha bo'yicha harakatni o'zimga bir intizom sifatida bir rejim qilib oldim. Bu yerdagi 4 ta jabhani sanab o'taman. Birinchi jabhasi bu moliya jabhasi, ikkinchi jabhasi munosabatlar jabhasi, uchinchi jabha sog'liq, to'rtinchi jabha rivojlanish. Bu 4 ta jabhani bir o'zingizga intizom qilib, qadam-ba-qadam harakatda qilib borsangiz, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'yinni to'xtatsa bo'ladi, vaqtida to'xtating. Har qancha o'zingga urinma, o'ynayapsanmi, yutqizishini oling. Sen to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida o'ylaning, fikr yuriting, xulosa chiqaring. O'yinni tark etsa bo'ladi.